ko'rishing uchun ham bu domda shu turish narxi o'rtoqlar 2 milliard rubl tasavvur qilyapsizlarmi? Stroykada ishlagan, og'ir mehnatda ishlayotgan insonlar hozir qanaqa bizneslar bilan shug'ullanishyapti, qancha pul topishyapti. Mana shu joyda olganmiz. Bir sutkasi 160 ming rubl ekan. Bolalar chetda ekan-u hamma-yu. Xullas hozir bitta Azon Protiv Valbrez kim yutsa 50 ming yutadi, plus osh. Sizlar bitga e'tibor beringlar. Havosi juda ham toza ekan. Sovg'alar ham kichkina sovg'alar emasda. O'zim bilan Xitoyga sayohatga olib ketmoqchiman. O'zimni shotimdan 8,5 taga bordi. 8,5 million. 8,5 million taga bordi. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Mamay Fabbos kanalimga xush kelibsizlar. Demak, mana hozir oldimda katta bir kottej deymizmi, dacha deymizmi, xullas mana bu territoriya oldilari prosta pushka, mana moshinlar, mana bu yoqda o'quvchilar. Demak, men o'quvchilarimiz bilan birgalikda bitiruv kechasi qilyapmiz. Moskvada stroykada ishlagan, og'ir mehnatda ishlayotgan insonlar hozir qanaqa urovga yetishyapti, qanaqa bizneslar bilan shug'ullanishyapti, qancha pul topishyapti. Bugun bitiruv kechamiz ular bilan suhbat qilamiz, ular bilan gaplashamiz, ularning fikrlarini, bizni maktabimizga bo'lgan fikrlarini eshitamiz. Sizlar esa videoni oxirigacha ko'rsanglar, sertifikatlar tarqatamiz. Bu yoqda prosta atmosfera zo'r, juda ham ajoyib bo'ladi. Mana bolalar bu yoqda bemalol gaplashib turibdi. Demak, men o'zimni videomni boshlab oldim. Mana shu joyda olganmiz. Bir sutkasi 160 ming rubl ekan. Xudo xolasa, hozir bolalar bilan borib suhbat quramiz. Xullas, bugungi vlogimiz hech qanaqa plansiz, prosta bugun qanaqa voqea bo'lishidan qat'iy nazar shuni syomka qilib beramiz bo'ldi. Mana bu yerda hozir razbor ketyapti. Akmaljon mana Tojikistondan kelgan. Akmal qalay ketyapti biznes? Hozir Akmal moshin biznesi bilan shug'ullanyapti. Gruziyadan Tojikistonga moshinlar olib kiryapti. Mana bu Telegram kanali bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Rossiyaga olib kelyapsiz. Sizlar bilamdinglar ish qilib? Moshin kerak bo'lsa, ha? Xullas hozir bitta Azon Protiv Valbrez futbolda razbor ketyapti. Mana Islom aka, ha? Yutqizishda ular. Azon bilan o'ynaymiz dedi, bo'ldi. Foydasi yo'q dedi, yutib qo'yarasizlar dedi. Bular через internet nima onlayn o'ynaydi ekan. Onlayn futbol o'ynashadi. Bular joystickda o'ynashadi-da. Kuni ko'rasizlar, shanba kuni. Ular shanba kuni futbol. Bo'ldi, o'rtaga nima qo'yamiz? Akmal moshin qo'yib yuborasizmi o'rta? Pul. Tovar qo'yalaymasan. Ya, hamma tovarda ko'yni aynib ketdi ham bularda. Pul qo'yish kerak. FIFA qo'yish kerak. Ikkinchi o'yinda tagidagini qo'yamiz-da. Короче, shunaqa qilamiz, 50 ming qo'yamiz. 25 mingini men beraman. Qolgani 500 dan yig'ib o'rtaga tashlaymiz. Kim yutsa 50 ming yutadi, plus osh. Bo'ladimi? Bitta choyxona. Lekin erta 20 kishi bo'ladimi, 30 kishi bo'ladimi? Farqi yo'q. 70 ming taga. 70 ming joy. Menga farqi yo'q. Mayli. Ya shunga rozimisizlar? Bo'ldi. Valbrezchilar, mana azonchilar qo'l tashaldi shanba kuni, xullas o'yin. Konga 50 ming. Sho. Davom ettiraveringlar. Ozonchilar Real, Valbrezchilar gapini yo'qotib qo'yapti. Valbrezchilar Barsa. Ha, bo'ldi. Bular shanba kuni ko'ramizmi bularni? Chiroyli tabiat qo'ynida bolalar bilan. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi bolalar? YouTube'ga video qilyapman-da. Yaxshi bo'lyapti hammasi? Sizlarga ham kelganlaringga katta rahmat. Hali pastda o'rtoqlar tushamiz. Nimalar bo'lyapti? Mana bu yoqda уже ko'ryapsizlar, shashlik tayyor bo'lyapti. Pastda polniy o'quvchilar hammasi shatda. Mana bu yoqda rasmlarga tushyapti, videolar olishyapti. Opalar xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. YouTube kanalimga video olib qo'y. Mana o'rtoqlar, shunaqa gap. Sizlar esa bitta like bosib qoldiringlar. Endi bu ham o'zimizga esdalik bo'lib qoladi, xudo xolasa. Lekin atmosferaga вообще gap yo'q. Mana tepadan shuna pastga tushganda bu yoqda o'yin ketyapti xullas. Ya, bu YouTube'ga olyapman-da. Yaxshi keldingizmi? Ha, Xudoga shukr, zo'r. Qalay bo'lyapti? Zo'r. Anu, sizdan so'ramoqchi bo'lgan, skladga yaqin bo'lgan gostinitsa bor. Ya, siz gostinitsadan umuman muammo qilmang, buni biz ishlat qilamiz. Siz damda oling bo'ldi. Maylimi? Rahmat. Mana ichkarida o'rtoqlar mana ketyapti. Bu insonlar o'rtoqlar hammasi
Valbrez kursini bitirgan biz o'quvchilarimiz bo'ladi. Xudo xolasa ularning fikrlarini ozgina o'ynab bo'lishgandan keyin eshitamiz. Yuzini ko'rsatmayman, lekin qorinni ko'rsataman mana. Bu video chiqqanda meni tabriklasalar ham bo'ladi. Xudo xolasa men ham tez kunda ota bo'laman. To'g'risi 31 ga kiribman o'rtoqlar. Ozgina kech qolibman, lekin batta bir narsani tushunishimiz kerak. Agar siz biznes yo'lini tanlagan bo'lsangiz, albatta hayot deydimi, nima deydi, oilaviy narsalardan, bir ikkita narsalardan kechish kerak bo'ladi. Yoki siz shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Lekin Xudoga ming qatla shukr, shu vaqtda kelgan ekan, endi nima deymiz. Bu insonni men sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Bu Asadbekning dadasi bo'ladi. Yana Asadbekni o'zi ham. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sher aka, tanishlar, Asadbek bilan intervyu qilganimizda gapirgandi. O'sha gaplar mana amalga oshyapti. Xolasi. Asadbekning xudo xolasa tez kunda to'yi avgustda Toshkentda bo'ladimi? Toshkentda bo'ladi. Bo'ldi. Toshkentga boramizmi axir? Xolasi albatta hammalaringni kutamiz. Ha, Toshkentda to'yni o'tkazamiz o'rtoqlar. Lekin hozir ham qo'rsak bo'laveradi. Kasblar udar. Sher aka, bir ikki og'iz gap obunachilarga. Obunachilarga hammalaringga omad tilayman. Avvalambor omadlaringni bersin. Mana shunday yaxshi kunlarda shunday chiroyli tadbirlarni o'tkaziryapti mana ukalarimiz Abbosbek, Asadbek o'g'lim. Молодец, ishlaringga omad. Hamisha mana shunaqangi bir-birlaringni yordam qilib, bir-birlaring uchun turib berib, shunchalik kollektivni, o'quvchilarni o'zi bilan bo'lmaydi. Xursandman, молодец bolalar. Intro kechalari bo'lyapti, cho'tka hammasi, darslar ham zo'r bo'ldi. Hammani Mamayev skulga taklif qilamiz. Siz bizlar rozimisiz, hamma gaplarni? Zo'r bo'ldi darslar, hammasi cho'tka. Bitta tilak aytib qo'yinglar-da, YouTube'ga chiqadi bu. Assalomu alaykum. Mana biz Mamayev skulda o'qidik, bitirdik inshaalloh. Kuratorimizga kattakon rahmat. Mana ipidan ignasigacha o'rgatdilar Valbrez kurslarini. Rahmat Abbos aka, sizga ham rahmat. Bitiruv kechasi qalay bo'lyapti? Juda ajoyib, yorqin, juda chiroyli bo'lyapti. Rahmat. Siz ham biznesingizga rivoj tilab qolaman. Xudo xolasa esingizdan chiqarmang, biz siz bilan. Rahmat. Akamiz har doim biz bilan azonda ham o'qigan, mana Valbrezda ham o'qib chiqdi. Assalomu alaykum hammalarga. Mana o'qidik, azonga ham o'qidik, Valbrezga ham o'qidik. Mana o'qishlar ham tamom bo'ldi. Bitiruv kechasi hammasi yaxshi. Bizdan siz rozisiz-a? Bitiruv kechasi yaxshi bo'lyapti. Yaxshi, zo'r. Biz podeshkada davom etamiz. Siz bilan bo'lsangiz bo'ldi aka. Mana bu yoqda shashliklar tayyor bo'lyapti. Qiymalar. Bolalar aloqada. Mana ofisiyantga qizlar. Aka, qalay bo'lyapti shashlik? Yaxshi, rahmat. Baton chiqib. Qizlarni ishlatib qo'yibsiz-ku? Bizi o'quvchilarimiz. Ismi nima buni? Budishi biznesmen. Muhammad. Chiroyligini qara buni. Sizga bitta shunaqa kamera sovg'a qilaman. Bo'ptimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi axir? Yaxshi, rahmat. Kelibsizlar. Yaxshi bo'lyapti bitiruv kechalalar. Sizlarga kattakon rahmat. Kurator haqida ikki og'izim gap. Kuratorimizga umuman gap yo'q. Biroq so'z ham topolmaymiz. Judayam minnatdormiz. Xudoga shukr, Allohga shukr. Rahmat. Bundan ham ziyod bo'linglar. Bundan ham ko'proq. Hozir yaqinda Asadbek to'yi bo'lyapti. Xudo xolasa avgustga hammalaringni taklif qilamiz. O'zbekistonda ham bo'ladi, Rossiyada ham bo'ladi. Prosta shuna kelib bersanglar bo'ldi. Bu bolani qo'yib yubormanglar, qattiq ushlaylar. Bundan keyin ham sizlar rezultat kerak bizga. Albatta. Men 25 yil sheraman dedim, sheraman. Faqat qayda o'rgasiz bo'ldi. Nimaga 25 yil? 20 yil deganga qizni chiqaryapman, o'g'ilni uylantiryapman 1 yil ichiga. Undan keyin men svobodna, chunki men ilmimni tashlaganman. Shu uchun men davom ettirmoqchiman. Mana shuni tanladim. Zo'r, omad sizga. Juda xursandman, to'g'risi. Sizlarga ham katta xush kelibsizlar. Gulnor opamiz Sankt-Peterburgdan tashrif buyurgan. Sarinoz opamiz bizni Sankt-Peterburgda kuratorimiz bo'ladi. Gulnor opa qalay ketyapti bitiruv kechalari? Juda ham xursandman, juda ham mamnunman. Sizga ham katta rahmat. Lekin men kutmagandim siz shunaqa talantingiz borligini. Hammaga o'zingizda. Komanda bir oila deganida bir-birimizga hamisha yordam berib, podдержка qilib, shunda haqiqiy do'stlik bo'ladi. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Sarinozdan asosan xursandman. Asadbekka kattakon rahmat. Hamma kurator, moderator, hammalari astoydil, chin yurakdan darslarni o'rgatar ekan. Eng muhimi sizlarda foydadan halollik ustun ekan. Men shu narsaga shuni yetdim. Вот бывают люди просто так, да, у вас
halollik foydadan ustun ekan. Men shu narsaga juda ham xursand bo'ldim. Rahmat boringlarga shukr. Xudo O'sha xohlasa- Sankt Peterburgdan kelganlaringga ham katta rahmat. Men juda ham xursandman. Endi boshlandi. Hozir mana o'zingiz qizdirasiz davrani. Xudo xohlasa. Rahmat Abbosbek. Yaxshi o'tiringlar, xo'p. Bizda o'rtoqlar mana skriptni yorib yuboradigan odam ham kelgan. Hozir bir ko'rsataman sizlarga. Vau, o'rtoqlar, mana bu narsaga bir e'tibor beringlar. Basseyn, bu yoqda sauna. Bugun bolalar bilan shu yerda dam olamiz ekanda, Abdullaga. Endi ayollarni, qizlarni jo'natib yuboramiz. Hozir sertifikatlarni topshirib, mana organizator Husniddin qalay bo'lyapti-ku? Zo'r bo'lyapti, shashliklar. Domga gap yo'q. Yana bu yerda nimalar bor domda? Bag'da ketdik ko'rsatamiz. Ha, yuring ko'rsatib. Obzor qilib bering ozgina. Раздевалка, душевая, санузел. Va hozir ko'ramiz, bag'da zo'r joy. Bu гостиная. Vau. Komnatalar kim yotadigan bo'lsa, bag'da zona отдыха, kolonka, televizor va narsalar bor. Karaoke ham bor ekan-a? Karaoke ham bor. Vau. Basseyn. Bag'da finskaya banya bor. Ha. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Bu tarafda nima bor? Bu tarafda sauna. Hammom ekan bu, turetskiy hammommi? Turetskiy hammom. Yana bitta zo'r joy bor, men sizlarga ko'rsataman. Ikkinchi etajga chiqish kerak uchun. Tepada полный спальня гостиная. Buni lifti ham bor ekan bu yoqda. Liftdan bor. Ehe, bolalar. Shetda ekan-u hamma-yu. Bilyardный stol, zona отдыха. Keyin Qalay bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Vita. Va ertalab shuni turib, ertaga soat nechagacha shatdamiz? ertaga soat 2 ga tushitamiz. Cho'milib, banya qilib, полный dam olamiz. Gap yo'q. Husniddin ham bizda o'qigan. Nechta rezultatga chiqdingiz uka? Sir bo'lmasa. Men hozir menejerlikda ishlayapman. Hozir rezultatga chiqaryapman. Odamlarga nima rezultatga chiqish uchun yordam beryapman. Chunki o'zimda uncha pul yo'q. Tim bo'lsa tovarni topyapman. Hali o'zim tovarimni topmadim. Qachonki o'zimda tovarimni topsam, o'shanda rezultat ko'rsataman sizlarga. Necha yoshsiz? Men 18 yoshdaman. 18 yoshdasiz. Agar puli borlarga yordam berib, podдержка dasiz. Ha, Gap yo'q. Bizneslarga rivoj. Bu yoqda mana azonchilar va valbrесchilar uchun sertifikatlarga kuratorlar qo'l qo'yapti. Bu esa bizni Xitoydagi kargoimizga o'quvchilarimiz uchun skidka. Yana sovg'alarimiz bor. Xudo xolasa mana Napoleon Hill'ni необычный kitoblaridan bu yoqda 60 dona bor. O'quvchilarimizga sovg'a sifatida Xudo xolasa olib kelganmiz. Mana Abdulla aka o'sha yerda qo'l qo'yib, hozir birgalikda topshiramiz. Sizlar esa bizdan uzoqlashmanglar. Bitta o'rtoqlar, vecherinkadan o'sha qolgan ovqatlar. Qalay bo'ldi? Zakonniy. Yo'qmi, mazami? Voy, bolalar saunaga kirishdi. Tamashida. Svet yo'q. Saunadan chiqib muzli suvga otiladi. Hammaga xayrli tong o'rtoqlar. To'g'risi kecha nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. Basseyn, banya, xullas kameraga ham даже mana vaqtim bo'lmadi. Mana shunaqa chiroyli joyda uyg'ondim. Bolalar ham pastda maza qilib uxlashyapti. Ertalab soat 8. Xonalarga e'tibor beringlar. Mana shunaqa xonalarda, Korolevskiy xonalarda bugun bolalar ham maza qilishdi. Hozir ularni ham oldiga tushamiz. Sizlar vidga e'tibor beringlar. Havosi juda ham toza ekan. Maza qildi to'g'risi. Mana bu domda hozir bolalar maza qilib uxlashyapti. Ayollar ketgan. Kecha u restoranda rosa o'yin bo'lgan. Maza qilganmiz, xullas o'ynab. Mana bu yerda basseyn, bolalar cho'milishdi. Tabiatning ovozini eshitinglar. Xudo xolasa sizlar ham kelinglar. Maza qilib ketasizlar. Demak, Mamayev School o'quvchilari har 2 oyda shunaqa bu pustnoylar o'tkazadi. Shu bilishning uchun ham bu domda shu turish narxi o'rtoqlar, mana Avitodan ham ko'rsanglar bo'ladi. 2 milliard rubl ekan, 2 milliard rubl tasavvur qilyapsizlarmi? Xudo xolasa sizlar ham bizning komandamizga qo'shilsanglar, albatta shunaqa joylarga kelib pustnoylarni o'tkazamiz, maza qilib sizlar bilan dam olamiz. Eng qizig'i rezultatga xudo xolasa juda ham ko'p insonlar Mamayev School orqali chiqyapti. Hozirgi paytda Xudoga ming qatla shukr, Mamayev School o'rtoqlar Esengida ham, Rossiyada ham
maktabda nomer 1 bo'lib turibdi. Xudo xolasa kelsanglar, afsuslanmaysizlar. Albatta kutib qolaman. Tez orada bepul webinar o'tkaziryapmiz. U bepul webinarda tasavvur qilinglar, endi haligi sovg'alar ham kichkina sovg'alar emasda. O'zim bilan Xitoyga bundan oldingi vlogni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta chiqadi. Albatta tomosha qilinglar. Sayohatga olib ketmoqchiman. O'zimni shotimdan, o'zimni pulimdan, o'zimni hamma rasxodlarni ko'taraman. Xolasa vizasi, xolasa gostinsa Xitoyga borib, men bilan maza qilib aylanadi, fabrikalarga boradi. Sharti juda ham oddiy. Shu opisiyaniyada Telegram kanalim turibdi. O'tinglar, obuna bo'linglar. Xullas, shunaqa gaplar. Biz endi bolalar bilan ozgina gaplashamiz. Endi videomiz ham chala-pula bo'ldi, rozi bo'lasizlar. Rahmat like uchun. Zuhridan ham mana toza havodan maza qilib bahrom o'tiribdi. Zuhridan yaxshimisiz? Qanday bo'lyapti Puchnoy? Zo'r bo'ldi. Aka, hammasiga rahmat tashkil qilganingiz uchun. Men to'g'risi bu darajada bo'ladi deb hayolimga ham kelmagandi. Bu yerda o'quvchilar hammasi yig'ilishib o'qishlar vashcha zo'r bo'ldi. Sizga rahmat. Tashkil qilganingizga shunchalik o'qituvchilar super 24 soat biz bilan ishlashyapti Zoomdan. O'qituvchilar Abdulla aka, Asadbek, mana qolganlar, siz o'zingiz kelib turasiz, har doim shu o'qishdasiz. Zoomdan Xolid opa, Zarin opa, ularga ham katta rahmat. Ular uyga borganimizda ham Zoomdan yoqib bizga dars o'tishdi. Ular ham darsdan muammo yo'q. Qanday kelib qoldi shu shkolaga, shu haqida ozgina ko'rikka obunachilarga aytib o'rsangiz. Qayerda ishlagansiz, nima ishlar qilgansiz? Arxangelskiy oblasti, Velskiy rayonidan keldim. To'g'risi erta taksi shunaqa xizmatda ishlardim. Ertadan keyin ofitsialni ham ishlayman, boshqa joyda ishlardim. U yerga zaявление yozdim. Rolikingizni ko'rib qoldim. Bundan 1,5 oycha oldin. Zaявление yozib ishdan ketaman dedim, men o'qiyman dedim. Roligingizni ko'rganimdan keyin. Endi bunga, конечно, qarshilar chiqdi. Ishonmagan, aldashi mumkin, bunaqa ko'rmagansan, bilmagansan. Bitta video rolikka ishonib ketaverasanmi deyishdi. Keyin men boraman dedim. Bu qanday shuncha nima qilyapti? Bu bekorga emas, u yolg'on narsa uzoqqa bormaydi-da, baribir cho'zilmaydi. Keyin keldim, yo'q, zaявление yozdim, 2 haftadan keyin qo'yib olish kerak. Qonun bo'yicha 2 hafta ishlab berishingiz kerak. 2 hafta davomida hamma roliklarni qolganlarini ham ko'rib chiqdim. Keyin yangi rolik qo'ydingiz. Bu 2 hafta davomida haftasiga bittadanmi rolik chiqardingiz. Ekoda bonus qilib bitta roligingizda nima qilib berdingiz, bepul o'qish beraman dedingiz. Kommentariyingiz ko'play qilsa, xudoga shukr omadim kelib, o'zi puldan ham jinday muammo edi. Bitta bepul o'qish yutdim, keyin bittasiga tovar yutdim. Bu Necha pullik tovar edi? 100 minglik tovar yutdim. 100 minglik tovar, keyin 100 minglik kursdan bitta beraman degansiz. O'shani yutdim. Xullas, o'qish bepul bo'ldi, kamiga tovar ham startovoy nimaga beradigan bo'ldingiz. Keldik, ofisda asis ekan, kelganimda ko'rishib qoldik. O'sha kuni tovar beraman dedingiz. Endi aka, o'zim qanday kelib qolganim, qayerdan? Men Farg'onalikman o'zi. Farg'onani Qo'qon Yaypanidanman. Yaypanliman. U endi sizga pashti yaqin. Bitta joydanmiz, vodiydan. Shu aka, endi o'qishlar tugadi. Mana xudoga shukr, mana vyipnoyni ham o'tkazdik. Juda ajoyib o'tdi. Zuhriddin eng omadli o'quvchilarimizdan hisoblanadi. Sababi tasavvur qilinglar, 100 ming rubllik tovar, 100 ming rubllik bepul обучение yutib olgan, lekin shunga ishongansiz. Qanday bo'lganini ham ozgina aytib o'ring. Mana men aytdimki, eng ko'p like yig'sa kommentariya sovg'a qilaman. Qanday yig'dingiz like-ni? Like yig'isham, buni bitta roligingizda ko'rdim, oldingi bola yig'gan ekan. Endi men nima edi, kontaktda obunachilarim ko'p edi. Объявление qilganingizda уже u rolikni men 10 kundan keyin ko'rdim-da. Chiqib bo'lgan ekan, 10 kundan keyin adminingizga yozdim. Lalita ekansizmi? Keyin bildim-ku. Yozdim, bu yutuq o'ynalib bo'ldimi, yo'qmi desam, 10 kun o'tib bo'lgan. Berib bo'lishdimi, yo'qmi desam, yo'q aka, o'ynasangiz bo'ladi işte. 10 kun, endi уже 100 tadan like bo'lib ketib bo'lganda. Keyin unda addim Lalitaga aytdim, unda men buni yutaman dedim. 10 kun o'tib ketib bo'lgan. O'sha kuniyoq
o'sha kuni ishni tugatib, hali kechgacha уже ulardan o'tib ketdim. Videolarni xulosa jo'natdingiz. Ha, videolarni screenshot qildim, o'zimda kommentariyimda atmetga qildim, chizdim. Turib screenshot qilib turib, kontaktda, qayta WhatsApp, Telegram hammaga jo'natdim, tanishlarimga. Hammaga jo'natdim, hamma поддержка qildi. Rahmat, hammaga rahmat. Kim поддержка qilgan bo'lsa, shu orqali yutdim. Shunaqa qilib ikkita bonusizni yutib oldim. Zo'r, tabrik. Rahmat aka. Rahmat sizga. O'rtoqlar, like-ni bong'illatinglar. Mana xudo xolasa Zuhriddinga o'xshab sizlar ham shetlarda mazaqa bizni komandada bo'lasizlar. Haligi yana ko'nglidalik bo'ladi-da aka baribir. Shunaqa yurganlar, ishoninglar, hammasi rost. Mana keldik. Даже qandaydir muammolaring bo'lsa, yordam berishadi. O'qituvchilar doim shu o'qishda. Даже Zoomdan mana Xolid opa qolganlar hali nima deydi, moderator deydimi? Ular вообще ular ham doim svязdalar. Ishoninglar, hammasi zo'r. Men juda bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim, to'g'risi. Sharoitlarni ko'rib men hayron qoldim, to'g'risi. Hammaga rahmat. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Ismim Jahongir, Namangandanman. Mamayev School'ni YouTube'dan, Instagram'dan kuzatib, marketplace'ga kirish uchun Namangandan o'qish uchun keldim. Hozirgi kunda Namanganda, umuman O'zbekistonda ishlab chiqaruvchilar juda ko'p. Bularga Rossiya bozorlariga kirishimiz kerak. Bunga bizga asosiy menejerlar kerak bo'ladi. Menejerlarga talab juda katta hozir. Shuni inobatga olib, o'qishlarni tugatdi, vanagacha vipsnoylar bo'lib o'tdi, вообще zo'r bo'ldi vipsnoylar. Dam oldi, addushi hamma guruhi bilan hammaga tavsiya qilamiz. Shu hozirgi kunda birinchi o'ringa chiqqan marketplace'larni o'rganishni tavsiya qilamiz. Marketplace'larni o'rganib, o'zimiz ishlab chiqaruvchilarni bozorga olib chiqib, Rossiya bozorini egallashimiz kerak. Shunga hamma kelib o'sha yerda o'qishni tavsiya qilaman. Mamayev School вообще klass nomer 1 Rossiya bo'yicha, butun SNG bo'yicha. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Kecha выпускной o'tdi. Выпускной zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Moskva Rublyovkada rayonida dam oldik. Dam zo'r bo'ldi, выпускной yaxshi o'tdi. Sertifikatlar oldik, xudo xolasa. Azon guruhida o'qiganman o'zim. Ustoz Jamoliddinda kuratorimiz edi. Kuratorga mingdan-ming rahmat. Qo'ldan kelgancha yordam berdi. Dakansa turdilar saminglarni. Tugagan bo'lsa ham kursimiz hali ham mana yozyapmiz, javob beryaptilar. Boshida men ham o'ylanganman. Shu Mamayev akani anchadan beri kuzatardim. 1 yil kuzatdim, 2 yil kuzatdim, qaradim. O'zimam попробовать qilib ko'rdim azonda. Hop, keyin qarasam o'zimda o'xshamayapti. Yana informatsiya kerak tashqari tomondan. Baribir znaniya olish kerak. Hamma narsada znaniya muhim. Ana shuning uchun kuzatib yurardim Abbos akani. Oxiri kelib mana ofislariga kelib подписаться qildik. Kurslarni oldim premium. Kurslar yaxshi o'tdi, 3 oylik kurslar o'tdi. Hamma narsaga dostуп berildi. Aytgan uslovlarni hammasini qilishdi. Даже keragidan ortiq. Mana kursda to'ygan bo'lsa ham hozir ham davom etyapti. Manipulatsiya deysizmi, boshqa deysizmi-da. Rezultatga chiqqan. Ko'pini so'rab surishtiramiz, baribir gaplashamiz. Rezultatga chiqqan mana ko'pi. Уже прибылda. Birinchi oy hammada bo'ladi. Minuska. Men o'zim birinchi oy minus 50 ming, 55 ming bo'lgan meniki minus. Azonda ko'proq reklamaga pul ketkazib yuborganmiz. Ikkinchi oy уже nolga chiqib, uchinchi oy mana shu оборотdan прибыль, чистый прибыль 10% qo'shilib kelyapti mana. Xudo xolasa dальше yana ketamiz. Hammaga assalomu alaykum. Abbos akaga mana Valbris kursini tugatdik. Menejerlik kursini tugatdik. Kuratorimiz Abdulla aka katta rahmat. Hamma darslarni joyiga qo'yib, xudo hamma vопросlarni, savollarni yechib, hamma temalarni yechib, mana o'sha savdoga inshaalloh yaqin kunlarda kirib gazini bosamiz, rezultatga chiqamiz. Nima demoqchiman? Bizda gapirganimizda biron bir sho'xlik, hazillik, biron bunday yolg'on degan narsa yo'q. Mana keldim men ham 2 oy o'qidim, kursni tugatdim. Mana magazin bo'lsa magazinda mana xudo xolasa ochdik. Kirib mana rezultat chiqarib, xudo xolasa bag'i brend bo'lsa brendga chiqib, mana Abbos akam bilan Xitoyga borib, bag'da brend ochib, оборотni ko'taraveramiz. Kimdir shu kurslarda, shu darslarda, shu Mamayev School shkolasida o'qiydigan biron niyat bo'lsa, o'ylamasdan mana gazini bosaveringlar. Biror buni qo'rqimchilik nimasi yo'q.
rezultatga chiqib gazini bosaveramiz. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Ilhom, Tojikistondan 26 yoshdaman. 2 oy oldin menejerskiy darsini o'tdik Mamayev Schoolda. Xudoga shukr, mana o'sha o'qishni ham tugatdik. Kimlarda bilmasligi mumkin, menejerlik bu nima uchun, kimlar uchun. Misol, kimlarki IPS bo'lmasa, o'sha insonlar bemalol bir odamni magazinni oldinga yurg'izishi mumkin. Biz o'qishimizni tugatdik. O'qishimizni tugatganimiz bilan bizga o'sha partnyorlar bor. Partnyorlar bu insonlarga puli bor, vaqtlari yo'q. Siz o'sha insonlarning magazinini oldinga yurg'izasiz. Udalyonniy ishlaysiz, ofisga borish shart emas. Uyingizda o'tirib kuniga 3-4 soat ishlaysiz. Oyligi 50 mingdan boshlanadi. 50 mingdan boshlab to 200 minggacha boradi. Misol bir kunda siz bitta magazin emas, balkim 3-4 ta magazinni одновременно ishlatsangiz, hammasi zo'r deb o'ylayman. Kuratorlarga katta rahmat, Abdulla akaga, Husniddin, Abubakr, Xolida opaga katta rahmat. Выпускной juda zo'r bo'ldi. Hammaga tavsiya qilamiz. Kecha mana kelib dam oldik. Ko'padoshlar bilan, sertifikatlar bilan tabriklashdi hammamizni. Hammaga tavsiya qilamiz. Mamayev School. Здравствуйте, меня зовут Мурод. Я родился в Таджикистане, проживаю в данный момент в России большую часть своей жизни. Я прошел обучение в Mamayev School, курс по продвижению на маркетплейсе Wildberries. В данный момент я уже действующий как менеджер. Я уже нашел поставщика с прямого с Китая. Мы с ним уже заключили договор о том, что я буду, первая у меня зарплата уже 100 тысяч рублей, а уже в дальнейшем, со следующего месяца я уже буду получать процент от его продаж, оборота, который будет. Если его оборот будет составлять 1 000 000 рублей, я уже получу 50 своих тысяч своей прибыли, моя зарплата будет составлять. А если я смогу сделать его продажи в месяц больше 10 миллионов, это уже будет от 500 тысяч рублей. Это реально. Если хотите проверить, можете проходить в Mamayev School. Также я хочу поблагодарить своего куратора Абдулака и Хуснедин и Абубакарака. Они помогли мне разобраться в подводных камнях, своих нюансах, какие есть лайфхаки, как продвигать карточки товара, чтобы слишком сильно не расходовать бюджет и какие подводные камни есть на маркетплейсе Wildberries. Dekabr oyida o'qishni boshlagandik. Yanvar oyida bitirdik. O'qishlar juda yaxshi bo'ldi. Ko'p narsani o'rgandik. Keyin Abdulla akani menejer qilib ishladik. Оборотlar yaxshi bo'lgandan keyin o'zim ham menejer gruppasiga o'qidim. Xudoga shukr, juda ham yaxshi оборотlar bo'lyapti. Shu kungacha qancha bo'ldi оборот? Shu kungachami 8,5 tagaga bordi. 8,5 million. 8,5 million taga bordi. Yo, yaxshi, Xudoga shukr. Foydasi. Budush planlar. Bu o'tgan oy Xitoyga borishga uspet qilmadim. Ishlar chiqib qoldi, srochniy ishlar. Xudo xolasa yanagi oyi plan bor. Borib lичный brend qilib, bir ikkita trenajyor ham ko'rib qo'yganman. Shuni lичный brend qilib olib kelgani plan bor. Inshaalloh Xudo xolasa. Ular siz bizdan rozi. Ha, Xudoga shukr, ham moshincha ham yaxshigina-ku. Hammalariga omad, niyatlariga aytinglar. Зовут Ансор, и мы вчера окончили успешно курс менеджера по продвижению в Mamayev School. Мы с ребятами, можно сказать, познакомились очень случайно, но так получилось, что мы с ними подружились со всеми. У нас с ними отношения не как наставника, куратора, а мы практически друзья. Кроме занятий проводим с ним очень много времени, общаемся, много нового узнаем. В жизни последние 12 лет, свой сознательный, в частности 12 лет я в России работал, там бухгалтером, там менеджером на производстве, грубо говоря, да, специалистом честного знака. Я был привязан к невидимыми цепями, к стулу. Определенное время сидишь и работаешь. И вот с эти ребята мне показывали, как можно жить, как лучше жить и как можно меньше работать, больше жить и отдыхать и получать больше удовольствия от этой жизни. Выражаю огромную благодарность Абдуллака, в частности, Абубакру и Зухруддину, конечно, и основателю, обязательно основателю, потому что он человек такой молодой, энергичный, он как бы свой позитив нам передает, и мы, берем энергию от этого человека, от его, как говорится, улыбки, от его взгляда, уверенности, кстати. Вот эта уверенность, она как-то передается нам. И мы берем, лично у меня такое ощущение, что когда что-то новое для себя открываешь, что-то делаешь, первые шаги делать очень страшно. А вот с этим человеком этого страха нет. Почему? Потому что, за тобой
люди стоят, люди, которые знают свое дело, знают, как сделать лучше, знают, как к тебе подойти, находят индивидуально каждому, как слушателю, да, ученику не скажу, потому что мы не в школе. Мы каждому слушателю подход, потому что мультиязычное у нас обучение проходит на узбекском, есть слушатели из Таджикистана, которые вот, и, естественно, вот на русском языке. Все очень здорово, все налегке, все получается, так что ребятам огромное спасибо, что очередной раз открыли мне глаза.